Amerikalik doktor Martin Seligman 60-yillarda bir sinov o'tkazdi va u uchun itlarni kichik qafasga joylashtirdi. Birinchi guruh itlariga nozik elektr signal berildi. Ular harakat qilib, dokdan qochib qutula olishardi. Ikkinchi guruhda esa hech qanday chiqish yo'li yo'q edi. Qancha urinishmasin, qocha olishmasdi. Bir necha vaqtdan keyin ularni boshqa joyga o'tkazishdi. Bu safar qochish yo'li ochiq edi. Ammo ikkinchi guruh itlari hatto harakat ham qilib ko'rishmadi. Chunki umid yo'qolgandan keyin kurashish niyati ham yo'qoldi. Bu narsa shunchaki laboratoriyadagi tajriba emas. Bu ilm kuzatuvi shundan dalolat beradiki, umid yo'qolganda imkoniyat bo'lsa ham ko'plar undan foydalana olmaydi. Eng qiyin damlarda esa bizga kuch va umidni berish faqat Allohdanligini esdan chiqarishadi. Allohga suyanganlar esa albatta oldin ko'rinmagan imkoniyatni ko'radi va uni ishga soladi. Biz ham hozir o'zimizni moliyadagi 5 yillik tajribamizni ishga solib, Toshkent ko'chalariga chiqib, oddiy odamlarni orzusiga sarmoya qilamiz. Yaqinlarimizni umriga yuborish orzusi bo'ladimi? Uy olish orzusi. Shu yordam qo'limizdan kelarmikin? Kuzatib boring, keyingisi siz bo'lishingiz mumkin.